Avvalgi postimda men plastik kartalar orasida inqilob bo'lgan TBC bankning Salom kartasi bilan sizni tanishtirgan edim. Hozir men ushbu kartani uyingizgacha tekin zakaz qilish orqali qanday qilib 50 ming so'm qo'lga kiritishni tushuntirib beraman. Buning uchun avvalo TBC bankning rasmiy ilovasini ochib, tepadagi Salom uchun animatsiyasini bosamiz. Shundan so'ng kodni kiriting tanlab, ushbu promokodni kiritasiz va kartaga buyurtma berishni bosasiz. Yana bir marta buyurtma berishni bosib, keyingisini bosasiz. Undan so'ng yetkazib berish yoki filialdan olib ketamandan birini tanlab, manzilni belgilaysiz. Keyingisini bosasiz va arizangiz qabul qilinib, kartangiz 3 kun ichida yetkazib beriladi. Toshkent shahrida bo'lsangiz uyingizgacha, viloyatda tursangiz bank nuqtasigacha. 50 ming so'mni qo'lga kiritish uchun Salom kartaga pul o'tkazing va u orqali nimadir sotib oling. Masalan, Mantelda. Shunda bank o'zining kartasi faol ishlatilayotganiga ishonch hosil qiladi va sizning 50 ming so'mingizni tashlab beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va bu videoni do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Sifatli kontentlar uchun menga obuna bo'ling.